Maktabda 11 yil birga o'qigan do'stlaringiz mana shunda bir skuter bo'lib kelib qoldi. Bularni qayerga o'tkazishni bilmasdan, obro' qilib yarimta tarvuz ham ko'tarib kelib qoldi. Yerga sovuq o'tmasin deb salafanda solasiz. Undan keyin mana bu to'shakni solib turib, qani o'tiringlar deyishdi davr o'tdi. Qani o'rtalar yuringlar. Albatta baribir 1-sinfdan 11-sinfga o'qigan do'stlaringiz ichida bitta bo'yi kaltasi bo'ladi. Bunisini bitta o'tkazib qo'yasiz, qaranglar. Eng zo'ridan bo'ladi 250 kilogacha ko'taradigani. Qaranglar. 1-sinfda kirgan do'stimiz, operator bu yoqqa keling, 11-sinfgacha mana shu partan stol qolib ketgan 120 kiloni. Qaranglar. Eng kichkina stolimizdan 120 kiloni ko'taryapti. Narxi 1.900.000 so'm ekan. Mana bu kachalarni qaranglar. Bonusiga akalarimiz xohlasangiz pandani, xohlasangiz ayiqchani qo'shib berar ekan. Mana shu kachalarimiz 1.900.000 ga Vodiy, Toshkent, Samarqand sentrigacha dastavkasi ichida 1.900.000 so'mga. Mana bunisi 4.300.000 so'm ekan. Ratalarimizga keladigan bo'lsak 6 kishiligi 2.5 million so'm, 8 kishiligi 3.5 million so'm. Izabellamizni mana operator ko'rsating. 8 kishiligi 7.5, 6 kishiligi 5.5. Pastda nomer qoldirdim, aloqaga chiqarasizlar. Tamom.